Koreyasidan to'ydim, hammasiga qo'ydim oyoq, na ish bor, na boshqa narsa. $100 kuniga topasan desa, shipirlab kelyapman deb o'zimni shatta tomdan tashlamoqchi bo'lib tursam, yonimga supari yugurib kelsa bo'ladimi? Tomda supari nima qiladi? Sen mashenik pari emasmisan TikTokdagi desam, shu reelsni oxirgacha ko'rsang yashaysan, keyin rahmat aytib menga she'r tashiysan desa bo'ladimi? Xullas, bir bor ekan, bir yo'q ekan, bu ertak emas, haqiqat ekan. Koreya degan tomonda bir Pulsara degan opamiz yashar ekan. U uborkada ishlab, puldan yelpig'ich yasab, joniga tegib zerikkanidan kompyuterga pul pechatlaydigan joyga ishga kiribdi. U yerda shunaqa chiroyli qizlar ishlar ekan, ularni ko'rib ko'ra olmay, bir joyi yonib chidolmay, boshqa kompaniyaga o'tib ketibdi. U yerda direktorlik lavozimiga ishga kiribdi. Opa tilda yaxshi bilmaganida hamma narsaga ye deb javob bergan ekan, oxirida ye qilib yeb qo'yib. Bechora Pulsara opa ofisdan ishdan ketib, endi nima qilaman deb rosa siqilibdi. Sababi pulsizlikka allergiyasi bor ekan. Agar bir kun pulsiz qolib ishlamasa, yuragini mazasi qochar ekan. Xullas, Koreyada eng boylar ishlaydigan joyga, ya'ni dalaga ishga kiribdi. Tarvuz dalasida kuniga jaraq-jaraq $200-300 pulni bosibdi. Agarda siz ham ishsizlikka yo pulsizlikka allergiyangiz bo'lsa, unda zudlik bilan Hampas ilovasini yuklab oling. U yerga ish tavsifiga kirsangiz, ofisdan tortib dalagacha bo'lgan ishlarda D2, hattoki alfabetdagi 24 ta harfli viza egalariga turli xil ishlar bor. Kirib bemalol o'qishingiz mumkin, tarjima qilishingiz mumkin, oyliklarini ham kelishingiz mumkin. Adreslarigacha yozilgan. Sog' bo'lasiz.